Salom texnobzor shinavandalari. Bugun sizlar bilan iPhone telefonda 4 ta fishka ko'rib chiqamiz. Ya'ni sizga kerak bo'ladigan va siz bilmaydiganlari ham bor ichida. Va kanal rivoji uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Birinchi fishkamiz Nastroykaga kiramiz. Bu yerdan universal dostup pastga tushamiz. Bu yerda klaviatura ввода tekstlarini bosib olamiz. Va birinchi turga mana buni bosamiz. Увеличение при вводе tekstlarini qo'shib qo'yamiz. Bu nima qilib beradi desangiz, xohlagan paytda tekst yozayotgan paytda sizga katta qilib ko'zlaringizga chiroyli qilib ko'rsatib beradi. Misol uchun mana bunaqa. Bu tepada ko'rsatib turibdi. Hozir shuni pastga ham ko'chirsangiz bo'ladi bemalol. Rejim отображения kirasiz va привязка va klaviaturaga qo'yib qo'yasiz. Endi ko'rishingiz mumkin, tekstimiz pastda ko'rinadi. Misol uchun bunga qarab turmaysiz, bu katta yana bitta tumbler sizga qo'shilib turadi. Ya'ni ko'zingizni uncha harakatlantirmaydi. Yoki buni shriftini o'zgartirishingiz mumkin. Xohlagan shriftingizga qo'yib qo'yishingiz mumkin. Men misol uchun mana bu shriftga yo'q, bu emas. Misol uchun mana bu shriftga qo'yib qo'ydim. Endi shriftini ko'ring. Mana shriftlar o'zgardi. Shrifti o'zgardi. iPhone shrifti emas, boshqa shrift bo'ldi. Rangini ham, razmerini ham o'zgartirsangiz bo'ladi. Razmer bu yoqdan o'zgartiriladi. Rangini ham o'zgartirsangiz bo'ladi. Misol uchun sweet tekstga qizil qo'yib qo'ydim. Yoki sweet точка вставкаga sariq qo'yib qo'ydim. Endi sweet fonaga ko'k qo'yib qo'ydim. Sweet granitsaga misol uchun ochroq rang qo'yib qo'ydim. Keyin endi ko'ramiz, tekshirib ko'ramiz. Mana endi вообще boshqacha o'zingizga custom qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni customizatsiya qilsangiz bo'ladi. Mana shunaqa ranglari bilan bemalol. Juda ham chiroyli sizga ko'rinib beradi. Agar ko'zingiz sog'liq qoladigan bo'lsa, mana buni tepaga qo'yib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Endi tepada chiqib bemalol ko'rib tursangiz bo'ladi. Sizga yana bitta tumbler tayyor. Kimgadir kerak bo'lishi mumkin, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Ikkinchi fishkamiz Nastroykaga kiramiz. Universal dostup pastga tushamiz. Bu yerdan klaviatura ввода tekstiga bosamiz boyagidek. Озвучение при вводе ustiga bosib olamiz. Bu yerda mana bu ikkalasini qo'shib qo'yamiz. Проговаривание слов, автопроговаривание qo'shib qo'yamiz. Bu ham tekst bilan bog'liq. Misol uchun siz yozayotgan tekstingizda u sizga talaffuz qilib beradi. Mana shu funksiya. Misol uchun hello deb yozamiz. Misol uchun istagan so'zingizni yozib ko'rishingiz mumkin. Salomni mana talaffuz qilib berdi yoki привет deb yozib ko'ramiz boyagidek. Привет deb yozib berdi. Bu talaffuz qilishi inglizcha, shuning uchun sal ruscha so'zlarga qiynalish mumkin. Bu ham zo'r krutoy fishka, kimgadir kerak bo'lib qolishi mumkin. Do'stlaringizni hayron qoldirsangiz bo'ladi. Misol uchun men yozayotganimda mana bunaqa aytib beradi, yozayotgan tekstimni desangiz bo'ladi. Misol uchun men hello deb yozib ko'raman. Hello. Faqat bu sizga aytib berish uchun, misol uchun hozir men yana boshdan ko'rsatsam, hello deb yozdim, chiqmadi. Bitta space bosib qo'yasiz, ya'ni bo'shliq qoldirib ketadi. Sizga talaffuz qilib beradi o'sha so'zingizni. Bu ham zo'r fishka, kimgadir kerak bo'lib qolishi mumkin. Uchinchi fishkamiz, bu ham eng kerakli fishkalardan biri. Nastroykaga kiramiz, universalniy dostup, pastiga tushamiz. Git dostupni qo'shib qo'yamiz. Bu yerga o'zingizga moslab custom qo'ysangiz bo'ladi. Buni ham xohlaganingizdek. Va git dostup qanday qo'shiladi desangiz, men Bistreya komandadan qo'shaman. Bu yerga Bistreya komandani mana qilib punkt upravleniyadan qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'sh, uncha bironta ilovaga kirib olgan bo'lishingiz kerak. Bu nima qilib beradi desangiz, yoki yosh bolalarga yoki begona kishilarga telefonni berganingizda juda ham zo'r rol o'ynaydi. Misol uchun telefon, kimgadir telefon so'rab turibdi sizdan, telefon gaplashishga va siz telefoningizni kovlashini xohlamaysiz, ya'ni ichidagi narsalar tiskilashini xohlamaysiz. Shuning uchun sizga bu funksiya yordamga keladi. Hozir qarayman. Buni bosamiz, get dostupni bosamiz. Bu yerda mana запустить chiqadi, отменить chiqadi. Запустitni bosib qo'yamiz. Kod parol kiritib olasiz. Bundan oldin men o'zimni kod parolimni kiritib olaman. Kod parol kiritgandan keyin mana bunaqa get dostup запущен bo'lib chiqib ketadi. Misol uchun men hozir домой knopkani bosaman, chiqib ketmaydi. Get dostup включен deb ko'rsatib turadi. Misol uchun o'sha odamga berganingizda, u odam hech qayerga chiqib keta olmaydi, faqat telefonning ichida yuradi.
o'sha telefon qilib gaplashib olishi mumkin, boshqa dannilaringizni kovlay olmaydi. Misol uchun buni qanday o'chiraman desangiz, boshqalarda misol uchun damo knopkasi bor telefon, iPhone'larda damo knopka orqali, agar sizda damo knopka bo'lmasa, yonboshdagi blokirovka tugmasi orqali 3 marta bosib, qo'shib yo o'chirishingiz mumkin. Hozir endi 3 marta damo knopkani bosamiz va bu yerda get доступ tanlaymiz. Kod kiritamiz yana. Kod kiritgandan keyin mana shunaqa bo'lib qoladi. Xohlasangiz sen продолжить qilasanmi deb, yo завершить qilasanmi deyapti. Biz завершить qilib tugatamiz. Va bu yerda get доступ завершен deb chiqib keladi. Endi bossangiz chiqib ketaveradi bemalol. Bu funksiya begonalarga yoki yosh bolalarga berganingizda foyda beradi. 4-chi eng qiziqarli yana bir fishkalarimiz, sizga kerak bo'ladigan fishkalardan biri. Bu ham xuddi get доступ funksiyasiga o'xshab ketadi. Misol uchun buni qariya kishilar yoki yosh bolalarga berganingizda zo'r rol o'ynaydi. Misol uchun настройка kiramiz yana. U yerda universal доступ va bu yerda упрощенный доступ bor. O'shani ustiga bosib настроить упрощенный доступ qilasiz. O'zingizga moslab настроить qilsangiz bo'ladi. Продолжить bosasiz. Продолжить, yana продолжить bosasiz va приложениyalarni tanlasangiz bo'ladi ilovalarni xohlaganingizda. O'sha siz xohlagan ilovani tanlab qo'yib, boshqa ilovalarni tanlay olmaysiz. Misol uchun bu kimlarga qulay? Qariya kishilarga qulay. Misol uchun bu упрощенный доступda katta-katta qilib ko'rsatib qo'yadi ikonkalarni. Bunaqa kichkina ko'rsatmaydi. Ya'ni kodlari o'tmaydigan katta kishilar uchun zo'r nima desam bo'ladi? Zo'r interfeys qilib beradi o'zi. Misol uchun yoshi katta odamlarga nima kerak? Telefon kerak. Kamera ham mayli qo'shib qo'yaylik. Hozir telefon o'chiramiz. Telefon. Kamerani ham qo'shib qo'yamiz. Shunda so'rayapti, foto selfie, video selfilardan foydalanasanmi deyapti. Misol uchun video selfiedan foydalanmaymiz, foto selfiedan foydalanamiz mayli. Продолжить bosib qo'yamiz. Yana nima kerak? Muzika kerak emas, сообщение kerak misol uchun. Foto kerak. Yana nima bo'lishi mumkin? Pagoda misol uchun. Yoki chisi. Bizga bo'ladi paka shular. Продолжить bosasiz, boshqa ilovalar qo'shilmaydi. Mana shu tanlaganlarimiz qo'shilib ketaveradi. Продолжить bosamiz yana продолжить. Bu yerda kod kirit deyapti. Kodni kiritgandan keyin bunaqa interfeys chiqadi. Ne сейчас bosasiz, продолжить. Выключить упрощенный достуp qilsangiz bo'ladi, войти позже keyinroq kirsangiz bo'ladi. Включить упрощенный достуp qilamiz. Yana kodni kirityapti, kodni kiritamiz. Kodni kiritgandan keyin mana bunaqa переход rejim упрощенный доступga o'tadi. Ya'ni упрощенный достуp rejimiga o'tyapti degani. Ozgina kutasiz va mana bunaqa chiroyli interfeys paydo bo'ladi. Ya'ni bu yoshi katta insonlarga ko'zlari o'tmay qoladi baribir. Shuning uchun katta interfeys bu yerda paydo bo'ldi. Ya'ni misol uchun vizitga kiramiz. Bu yerda недавний bor. Xohlasangiz nazat qilasiz. Bunaqa damo knopkalar uncha ishlamaydi. Nazat. Xohlasangiz kamera. Chisi bor. Qolgan narsalar ishlamaydi. Hammasi katta nazat, pagoda, nazat, foto misol uchun. Bu yosh bolalarga berganingizda mana shu ilovalardan foydalanadi, boshqa ilovadan foydalanolmaydi. Yoki yoshi katta insonlarga mana shunaqa berishingiz mumkin. Bu juda ham zo'r. Buni qanday o'chiraman desangiz, yana 3 marta damo knopkani bosasiz yoki blokirovka tugmasini bosasiz. Va выход из rejim упрощенный доступ bo'ladi. Parolni kiritasiz. Parolni kiritganingizdan keyin выход из rejim упрощенный достуp chiqib keladi. Ya'ni упрощенный достуp rejimidan chiqyapti degan ma'noda. Do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, yana bir bor aytaman, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Obuna, chunki bu kanal rivoji uchun ancha hissa qo'shgan bo'lasiz. Ya'ni bizning ijodimizni qadrlagan bo'lasiz. Keyin men yana sizlarga bundan ham zo'r videolar chiqarishga harakat qilaman. Bundan ham zo'r videolar har oldinda kanalga o'tib ko'rishingiz mumkin. Yana videolarimiz bor, obzor, shika videolar. Sizdan bitta kommentariya keyingi videolar nima haqida bo'lishi haqida.